Bilarmidingiz? Dog'istonlik bir pishloq so'z oddiy 1 litr sutdan 200 dollargacha sof foyda keltiradigan mahsulotga aylantira oldi. Fermerlar sutni zavodlarga juda arzon narxda topshiradi, ammo bu pishloq so'z o'sha sutdan noyob pishloq tayyorladi. Avvalo qozonga to'liq sut quyilib, 38 gradusgacha isitiladi. Keyin unga maxsus achitqi qo'shiladi. Taxminan 40 daqiqada sut quyuqlashib, pishloq massasi hosil bo'ladi. Zardob esa qo'lda ajratib olinadi. Shundan keyin esa muhim jarayon boshlanadi. Pishloq massasi issiq suvga solinib, qo'l bilan cho'zila boshlanadi. Cho'zilgan sari pishloq tolalari uzun iplarga aylanadi. Bu chechil pishlog'i. Uning o'ziga xos tolali tuzilishini zavoddagi oddiy uskunalar takrorlash juda qiyin. Chunki uning haqiqiy tuzilishi faqat qo'l mehnati va aniq harakatda shakllanadi. Tayyor pishloq boshchalari bir necha oy davomida tuzli suvda saqlanadi. Shu vaqt ichida pishloq o'ziga xos nordon sutli ta'm va xushbo'y hidiga ega bo'ladi. Bunday chechilning 1 kilogrammi bozorda 300 dollargacha baholanishi mumkin. Endi savol, siz 1 kilogram pishloq uchun 300 dollar to'lashga tayyor bo'larmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.